2,5 yil oldin qabulimga 10 kunlik chaqaloq bilan murojaat qilishgan edi. Bola tug'ilgandan so'ng tug'ruqxonada taxminiy Down sindromi tashxisini qo'yishgan. Homiladorlik yaxshi o'tgan va homilada hech qanday nuqsonlar aniqlanmagan. Eng e'tiborga sazovor tarafi, bu oila bolani tug'ruqxonadan chiqqandayoq asrab olishgan. Bolada o'tkazilgan ko'rik va analiz natijalariga ko'ra Down sindromi tasdiqlandi. Oilada tinimsiz savollar tug'ilardi. Bola bizni taniydimi? Bola gapiradimi, yuradimi? Bolada talvasa xuruji bo'lmaydimi? Shu kabi savollar. Va biz bolani ota-onasi bilan juda uzoq suhbatlashdik va bolani katta mehr-muhabbat bilan parvarish qilishda davom etishdi. Bola juda yaxshi rivojlandi. 1 yoshdan oshib yurib ketdi va eng quvonarlisi, bolalar bog'chasiga ham borishni boshladi. Qancha mehr bersa, ularga shuncha bu rosti sizda yaxshi ko'radi. Bog'chadan kelgancha shunaqa sog'ib qolamiz, yugurib keladi. Otasini quchoqlaydi, keyin meni quchoqlaydi. Haqiqatan bekorga bular quyosh chamasida, beg'ubor.